Jinnarog'misan, sen nima qilganing bu? Bor boshlig'ing chaqir. Uzr aka, bilmay qolma. Bor chaqir boshlig'ingni o'tmayman senga. Ukam, bir oyda 3 marta idishlar sindirishing. Bo'ldi, men seni boshqa ishlata olmayman. Hamma akamni o'zi bilasiz. Aka, Ukam ishdan bo'shatib yubordi deb eshitdim. aka qiynalib ketdim, ish qilsam ham o'xshamayapti. Ukam, men senga o'shanda aytgandim, men qilgan ishni qilgan ukam, yaxshigina pul topasan, yonimga olay dedim. O'zing yo'q deding ukam. Xohlasang hozir yonimga olaman, yaxshigina pul topasan. Do'stlar, sizlar ham men aytgan ishni qilinglar-da, sizlarga zo'r obunachi keladi. Har bitta obunachi pul degani. Sen ham bajar ukam, bugun 5000 tadan 10 minggacha jonli obunachi qolasizlar. Birinchi shart, mana shu videoga like bosinglar. Va ikkinchi shart, mana shu videoni 50 ta do'stingizga jo'nating, bir donasi qolib ketmasin. Tepadan pastga sanab tez jo'natinglar, videoning oxirida rezultatini ko'rasizlar. Tez. Va meni profilimga o'tinglar, menga obuna bo'linglar. Va mana obuna bo'lgan insonlar barchasiga obuna bo'ling, bir donasi ham qolib ketmasin. Tepadan pastga sanab bir donasi ham tashlamasdan barchasiga obuna bo'lamiz. Rezultatini ko'rasizlar keyin. Barchasiga obuna bo'lamiz. Tez. Va menga obuna bo'lgan insonlar 20 donasiga obuna bo'lasiz. Istoriyaga kiringlar, bitta reaksiya qoldiringlar, salom qoldiring. Instagramdan chiqib ketib qayta kirsanglar, rezultatini ko'rsat. Mana do'stlar, shart bajaringlar.